Kursimizni dastlabki bosqichida React bilan sizlarni tanishtirib bo'lgandan keyin React o'zi nima, qanaqa ishlash kerak, bunga maksimal 3 ta yoki 4 ta dars sarflashimiz mumkin. Reactni o'zini ko'rgani va keyingi darslarimizda bu yog'iga API'lar bilan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni Redux orqali ma'lumotlar ombori shakllantirib olib kompyuterimizda yoki balki umumiy global serverga qo'yib qo'yarman. Hamma foydalanaveradi. Shunaqa qilib API degani bu ma'lumotlar omboridan keladigan yo'l. Shunaqa tushunsanglar bo'ladi. Ma'lumotni olib keladi yoki siz berib yuborgan ma'lumotni omborga olib beradi. Ya'ni serverga olib boradi. GitHubga nima farqi bor o'shanda? GitHubcha? Yo'q, GitHub bu platforma bu. Unda shu ma'lumotlarni ishlanmaydi. Yo'q, bu yerda bu siz o'zingiz proyektlaringizni yuklab qo'yishingiz bo'ladi GitHubga. Yoki kimlardir proyektini yuklab olsangiz bo'ladi. Shunaqa platforma. Hozirda biz React bilan o'rganamiz, keyin GitHubdan ham qilamizmi projeytni? Men har bitta darsni GitHubga emas, GitLabga tashlab beraman. GitLabda. GitLabda ham o'sha har bitta darsda GitLab nima ekanligini yo'l-yo'lakay tushuntirib ketaveraman. O'sha orqali o'rganib olasizlar. Siz o'zingiz kompyuteringizda Node.js bor yoki yo'qligini tekshirish uchun nima deb yozish kerak? Node. Shundaqmidi? Node chiziqcha va version. Menda hozir 12.13 versiya. Bu Node'ning yangi versiyalari chiqqan. Yo'q. O'zingiz update qilishingiz kerak. O'zingiz yangilashingiz kerak. Yo'q, hatto adashmasam o'zining komandasi bor edi. How to Endi bitta variant misol yangi programmasini o'sha yangilangan versiyasini sketchat qilib olsangiz bo'ladi. Yaxshisi o'sha saytga kirib turib, Node.js o'zining saytiga kirib turib, oxirgi versiyasini yuklab olib, o'rnatib qo'yganingiz yaxshi. O'z eskisini o'zi o'chirib, yangisini yuklab oladi. Sen deganingda yozishga Node.js deb yozish kerak. Node joy tashlab, chiziqcha version. Aynan shu versiyasi bo'lishidan Yo'q, farqi yo'q. Versiyasini farqi yo'q. Endi juda ham eski versiyasi emas-ku. Yangiroq versiyasi bo'lishi kerak. Hamada web store'im bor. Web store farqi yo'q, VS Code ishlatsanglar ham bo'laveradi. Va bracket ishlatadiganlar bracket ishlatishingiz mumkin. O'chirib yuborib qayta o'rnating. Baribir bo'lmadi. Unda sotib oling. 145 dollar turadi. bir oygami? Yo'q, 1 yilgami, 6 oygami, 1 yilga bo'lsa kerak. Agar bironta institutga tanishsiz bo'lsa, o'shani hisobdan chizim bo'ladi. Chet el instituti. Hop, endi Reactda proyekt yaratishni boshlaymiz. Reactda proyekt yaratish uchun birinchi kerak bo'ladigan narsa Node.js va ikkinchi Reactning o'zini global resursi bor. Ya'ni u global resursi degani siz kompyuteringizga o'rnatib qo'yasiz. Keyingi safar yoki misol uchun xohlagan paytingizda React bo'yicha proyekt ko'tarishligingiz uchun o'sha resursning o'zi kerak bo'ladi.
ya'ni React'ni bir serverlariga bog'langan holda sizga proyekt ko'tarib beradi. U mana bunday tarzda yuklab olinadi. npm install -g create react app. Mana shu tarzda yozasizlar. Agar bu komandani yozganlar bo'lsa, yozishinglar shart emas. Va enter ni bosasizlar. Bu komandani yozganinglardan keyin enter ni bosamiz. Error chiqib turadi. Internet bormi? Error chiqmasligi kerak. Node.js bor-a? 15 shu 12-chi. Yaxshi. Yozuvdi ko'ring, xato yozib qo'ymaysiz. Mana bu narsa chiqsa, plus create react app 1. Plus. Shu xabar chiqsa, bizga kerakli bo'lgan resursni o'rnatib olgan bo'lamiz. Manba. O'xshadimi? On ijro bo'lmaydi. Seni Oldin React ishlaganmisiz? Yo'q, kecha o'rganishga o'xshagan. Node.js Bo'ldi, proyekt yaratadi. Mana bu kutubxonani yuklab bo'ldinglarmi?
Xatolik chiqdimi? Yo'q, xatolik chiqdi. Internetdan bo'lyapti. Ha, internetdanmi? Onlaynda o'qiganlar ham bormi? Kimlar bor? Sizlar hammi? 2 kishi olasizmi onlaynda? Bu kutubxonani olib bo'lganingizdan keyin endi asosiy jarayonga o'tamiz. Proyektni o'zini yaratishimiz kerak. Ya'ni qanaqadir nom ostida proyekt yaratamiz. X hozircha ham pastga olib turaman buni. Endi kompyuteringlarni doimiy xotirasida, ya'ni D diskida, C diskidan tanlab yurmanglar. Agar C diskiga proyekt yaratadigan bo'lsanglar, Windows kuysa yoki Windowsga nimadir bo'ladigan bo'lsa, o'chib ketadi. D diskda bironta papka tanlaylar. Misol uchun men bu sizlar React bo'yicha ikkinchi practice darsi, shuning uchun ikkita ikkinchi gruppa React Practice 2 deb yozib qo'ydim. Bu gruppaning nomini. Endi sizlar ham React Practice yoki nimadir yozib qo'yinglar papka. Shu yerda lessons papkasini hosil qilaman. Lessons va lessonsni ichiga kirib hop shiftni bosgan holda mushkani o'ng tarafini bosadigan bo'lsanglar open PowerShell yoki komanda stroka orqali ham ochinglar bo'ladi. PowerShell bo'lmaydigan bo'lsa komanda strokada ochinglar. PowerShellni ochib bu yerni mana bu komandani yozinglar. Komanda stroka. Открыть команда строка. Hop, yangi proyekt yaratish qanaqa edi? np x create react app va nomi, ya'ni mana bu hozirgi yozilgan so'zlar bular yangi proyekt yaratib ber degan buyruq beryapti va o'sha berayotgan buyrug'iga davom ettirish kerak. Qanaqa nom ostidagi React proyekt hosil qilish kerak. Misol uchun my React app nomi shunaqa. Xohlagan nomingizni qo'yishingiz mumkin, faqat nom qo'yayotganda mana bunaqa orasini probel bilan joy tashlab qo'ymanglar yoki camel case yoki mana bu chiziqchalar bilan birlashtirganinglar yaxshi. My React app. Va proyekt hosil qilish jarayoni juda ham uzoq vaqt oladi. Shuning uchun enterni bosib kutib turamiz. Kimlardadir tezroq olishi ham mumkin. Kimlardadir proyektni olmasligi ham mumkin. Ibrohimda shunaqa bo'lgan. Oxirida Ha, tugab qoladi-da unda. React proyekt yaratib keldim deganda keyin dars tugadi deganmiz-da. Hop, mana bunaqa hozir menda ham qotish bo'lib qoldi. O'sha paytda bir enterni bosib yuborasizlar. Qotib ham qolishi mumkin. Endi har doim ham to'g'ri emas. Agar juda ham uzoq qotib qolsa, bir enterni bosib olinglar. Sizlar ham shu joyni boshladinglarmi? Mana shuni?
Kimda muammo bor? Mana bu bo'lyaptimi sizlarda ham? Agar nimadir muammo bo'layotgan bo'lsa, qolib ketgan bo'lsa, so'rang. Men yordam beraman. Buni endi agar kutib turadigan bo'lsak, vaqt yo'qotamiz. Endi sizlarga git haqida tushuntirib beraman. Bu app bizning applicationimiz, ya'ni yaratayotgan proyektimiz va eng qizig'i bu proyekt ustida bizlar hozir turibmiz. Ya'ni user 1. Proyektni dastlabki boshlayotganingizda tasavvur qiling, bir o'zingiz boshlaysiz. Bir o'zingiz boshlaysizda bu proyekt aslida siz o'ylagan oddiy veb-sayt emas. Bu platforma edi. Web platforma. Juda ham katta proyekt. Endi nima qilish kerak? Qolganlarni ham jalb qilish kerak. Ya'ni qolganlardan yordam olish kerak. Bu proyektga bog'liq bo'lgan insonlar soni endi ortadi. User 2, user 3. Ya'ni nechtadir foydalanuvchilar shu proyektda ishlaydi. Odatda albatta shunaqa bo'ladi. Ya'ni siz biron bir joyga kirsangiz, o'zingiz qolib ketmaysiz. Proyekt ustida. Juda kamdan kam bo'ladi. Odatda proyekt ustida bir o'zi ishlaydiganlar senior developer. Ya'ni ancha 7 yil, 8 yillik tajribasi bor odamlar bitta proyekt ustida o'zi ishlaydi. Lekin boshqa paytlarda middle bo'ladi, junior bo'ladi, bular hammasi birgalikda jamoa bo'lib ishlaydi. Endi jamoa bo'lib ishlashlik uchun bir-birini tushunish kerak. To'g'rimi? Hozir oddiy futbolda ham bir zo'r o'yinchilar bo'lsa-mi, Messi bo'lsin, Ronaldo bo'lsin, qaysidir bir eng zo'r o'yinchilarni olib kelib qo'ying, ular bir-birini tushunmasa, ya'ni communication aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, konflikt chiqadi, nizo chiqadi. Ya'ni Messi aytadi, "Men zo'r amalga oshirmadim" dedi, Ronaldo dedi, "Sen pas bermading" dedi. Shunaqa bo'lib nizo kelib chiqadi. Endi nima qilish kerak? Ularni kelishtirish kerak. Ya'ni hammasi uchun, har biri uchun alohida vazifa berish kerak. Ya'ni vazifa berganingizdan keyin har kim o'zining ishini qiladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Siz misol uchun menyularni zo'r chiqarasizmi? Tepadagi menyu borku, navbar. O'sha navbarlarni animatsiyali qilib, moslashuvchan qilib, qanaqadir effektlar bera olasizmi? Demak, sizga o'sha navbar qismini beradi. O'rtada video bilan ishlaydigan qismi bor edi. Boyaga saytni misol qo'ydi demak, siz berdi-ku desangiz. O'rtada video qismida bir user 2 yaxshi ishlaydi deylik. Videolar bilan yaxshi ishlaydi o'shada. Uchinchi qismida bir kartlar bor deylik. Kartlar bor. U yerda misol uchun rasmlar turadi-da, rasmlar tagida izoh bo'lish kerak. Keyin eng qizig'i o'sha rasmlar ustida kursor kelgan paytda bir effekt bo'lish kerak deylik. O'sha qismini bir user 3-chi oldi. User 4 bo'lsa, bu umumiy SEO optimizationga qaraydi deylik. Ya'ni user 4-chi bu linklarni ulab chiqadi. Keyin social networklarga qarab chiqadi. Google Search Engine degan narsa bor. O'sha SEO tomoni bilan shug'ullanadigan odam deylik. O'sha ishlarni qiladi va hammaning o'zining ishi bor va eng qizig'i hamma bitta joyda ishlaydi. Shunaqalar, hamma bari bitta joyda ishlaydi. Va bitta joyda ishlaganda lekin ishlarni alohida qilib berdi. Hamma o'zining ishini qildi. Ishini qilgandan keyin bu mana bu birinchi foydalanuvchi o'zining ishini qilib appga qo'shmoqchi. Ikki ham shu ishni qiladi. Uchinchi ham, to'rtinchi ham. Bularni ishini joy-joyiga qo'yib to'g'ri taqsimlashlik uchun qanaqadir bir o'rtada vosita ish kerak bo'ladi. Va eng konflikt katta chiqadigan joyi qaysidir jamoa bo'lib ishlaganda ulash, o'sha ulash jarayonida, ya'ni global CSS ga, global SAS ga o'sha kodlarni ulash jarayoni juda muammo bo'ladi. Chunki siz konteyner degan bir klassga sil berib yuborasiz, konteyner o'zi bu umumiy klass. Ya'ni hammada bor konteyner degan tushuntirma.
maxsus ko'radi. Bu konflikt keltirib chiqaradi. Ana o'sha paytda uchta foydalanuvchi uchalasi ham konteynerda ishlagan degan xabarni chiqarib berish uchun, ya'ni bitta tushunmovchilik paydo bo'lib qoldi. Agar hozir mana shu kodda birlashtirib qo'yadigan bo'lsa, proyekt ishlamaydi degan narsani sizlarga gapirib bera oladigan texnologiya bu umuman Git. Ya'ni Gitni o'zi qila oladi. Bu yerda GitLab, Gitbash, Bitbucket haqida gap ketyapti. Ya'ni mana shu uchta platforma endi Bitbucket hozir ham sekin-sekin rivojlanib boryapti, lekin hali GitLab bilan GitHubning darajasiga chiqqani yo'q. Bu platformalar o'sha har bitta kod yozgan odamlarning kodlarini oladi, o'zi tahlil qiladi va tahlil qilish jarayonida agar qanaqadir xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'sha proyektni kimda xatolik chiqqan bo'lsa, o'sha odamlarning o'ziga bildiradi shu narsani. Ya'ni sen mana bu 103 konteynerda ishlaganda, sen ham konteynerda ishlaydi. So'raydi, qaysi biringni yozgan koding to'g'ri deb so'raydi sizdan. Va siz agar hech kim o'zini kodini noto'g'ri demaydi, hamma o'zinikini bosadi. Keyin 103 nima qiladi? Qarasa o'zini kodi nima bo'lib qoldi? Yo'q bo'lib qoldi. Chunki user bir o'zini tasdiqlab yubordi, o'zini yozgan kodini. Nima qilish kerak endi? Kodni qaytarib olish kerak. Chunki yozib chiqmaysiz boshida. Tasavvur qiling, hechasi bilan ishlab yozgan kodingiz yo'q bo'lib qoldi deylik. Hamma user bilan o'chirib oldi. Ketdi. Yo'q. Nima qilish kerak? O'sha user 3 Gitga qilgan ishini men qilib bo'ldim deb yuklashidan oldin o'sha ishini saqlab qo'yish kerak. Qanaqadir nom ostida saqlab qo'yish kerak. Misol uchun bu nima? Kartlar ishlaganida user 3 yozib qo'yadi. User 3 card section. Ya'ni mana shunaqangi izoh natijasida siz yoki user 3 bemalol o'zining kodini qaytarib olsa bo'ladi. Mana Gitning asosiy features deymizmi, imkoniyat mana shu yerda. Ixtiyoriy paytda kodingizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Uni ham qanchadir bemalol muddatgacha qaytarib olsangiz bo'ladi. Bu har bitta kodingizni saqlab boradi proyekt. Menimcha proyekt o'chib ketguncha saqlab boradi. Har bitta qilgan ishingizni izoh ostida saqlaydi faqat. Izohni yozmasangiz ham bo'ladi. Odatda men tavsiya qilaman, izoh yozinglar deyman qilgan ishinglarga. Chunki izoh yozmasangiz nimalar saqlaysiz bu? User 3 misol uchun bundoq qiladi. Qaysi kun ishlaydi? Bugun 1-ga yoradi. 01 bundoq qiladi. 02 2021 ishini qachon yukladi? Bo'lishi mumkin 17 05 da deylik. 17.05 da ishini yukladi. Xuddi mana shunaqangi nomni deyman. Siz eslolmaysiz. 17.05 da nima ish qilgan? To'g'rimi? Shuning uchun mana bu yo'l qulay bo'ladi. Izoh qoldirish kerak. Bundan tashqari siz biron bir ishni o'zingiz individual qiladigan bo'lsangiz, o'sha ishingizni GitLab bo'ladimi, GitHub bo'ladimi, Bitbucket bo'ladimi yuklab qo'ysangiz, ixtiyoriy paytda o'zingiz aynan o'sha kompyuterda bo'lmasangiz ham boshqa bir kompyuterda turib proyektni yuklab olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda cloud computing degan tushuncha bor, ya'ni bulutli xizmat. Xuddi shunaqangi o'zining servisi bor. Google Drive ishlatib ko'rgansizlar, to'g'rimi? Google Drive yoki Yandex Disk bor. Yandex Disk Google Drive'ga oddiy bir fayl tashlab qo'ying, doc fayl, Excel fayl tashlab qo'ying. U o'sha siz doc faylni, Excel faylni hosil qilgan kompyuter bo'lish shart emas. Xohlagan telefoningizdan ochsangiz o'sha fayl chiqib kelaveradi. Xohlagan paytingizda sog'lom ishlatib ketaveradi. Bu ham xuddi shunaqa imkoniyat beradi. Boshqa bir kompyuterda proyekt ustida ishlash imkoniyatini beradi. Bu ikkinchi xususiyati bo'lsa, uchinchi xususiyati hozirgi kunda juda ham ommalashib ketyapti. Bu haqida Elon Musk ham gapirgan. Serverga deploy qilib beradigan servislar. Ya'ni shunaqangi bir GitHub'ning o'zining servisi bor, Netlify bor, Amazon bor. Shunaqangi bir zo'r cloud computing servislar yo'lga qo'yilgan, ya'ni bulutli xizmat deyiladi o'zbekchasiga. O'sha bulutli xizmatlarga proyektingizni yuklasangiz, qaysidir bir domen sotib olgan bo'lsangiz, nom sotib olgan bo'lsangiz, uchta W kun.uz bo'ladigan bo'lsa, o'sha kun.uz domeniga yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki o'zlarining ham tekin domenlari bor. Faqat oxirida .github, .netlify degan anaqa so'zlar qo'shib qo'yadi domen nomiga.
shunaqa imkoniyatlar bor. Bu ham juda ham katta imkoniyat degan aslida. Endi men odatda talabalarga doimo GitLabni o'rgatishga harakat qilaman. Men GitLabni o'rgataman. GitHubni o'rgatmasligimning sababi shundaki, Bitbucket bu uchinchisi, 1, 2 va uchinchisi. GitHubni o'rgatmasligimning sababi community juda ham katta. Chunki YouTube'ga kiring, xohlasangiz ruscha so'rab bering, xohlasangiz inglizcha so'rab bering, qanaqa qilib GitHubda ishlash mumkin? Chiqib keladi, bir dunyo ma'lumot chiqib keladi. Uni o'zingiz o'zlashtirib olsangiz bo'ladi. Mana bu GitLab bo'ladigan bo'lsa, bu kompaniya bo'lib ishlaydigan, guruh bo'lib ishlaydigan jamoalar uchun juda ham qulay. Ya'ni kompaniya bo'lib, guruh bo'lib ishlash kerak bo'lsa, GitLab o'zingiz individual freelancer sifatida ishlasangiz, o'zingiz proyektlarni saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, GitHub, Bitbucket ham shu GitHubni turkumiga sirasiga kiradigan texnologiya. Lekin o'zim yaxshi bilmayman, to'g'risi. Bitbucketda ishlab ko'rmagan. Chunki haligacha Bitbucketda ishlash uchun ehtiyojli sabab bo'lmadi. GitLab yoki GitHub va GitHubni yaxshi tarafi shundaki, mana bu GitHubdan foydalansangiz, siz o'sha GitHubni o'zidan foydalangan holda proyektingizni deploy jarayoniga chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni kimdir kirib, boshqa odam kirib ko'rib, o'sha saytingizni ko'rsa bo'ladi. Ya'ni ko'rsa bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlar beradi. Faqat bitta tomoni bor, serveri bo'lmaydi. Ma'lumotlar ombori mavjud emas. Ya'ni server tomonidan support qilmaysiz, yordam bermaydi. Shu tomoni bor. Ya'ni ba'zi kerak bo'lsa sizga ba'ziga egalik qila olasiz. Ya'ni bu uchun Heroku ya'ni shunga Heroku eng yaxshisi hozir, yana DigitalOcean degan o'sha bazasini, ya'ni sizga baza beradi. Tasavvur qilasizmi? Server beradi. Bu server ham aslida kompyuter degan. Yani bu döşek kampüter fakat run qilib qo'yiladi, ishga tushirib qo'yiladi proyekt. Butun dunyo odamlari internet tarmog'i orqali o'sha joyga kiradi, shu saytga kiradi. Mana serverni mana shunaqangi imkoniyatlarni beradi. Pulli servislari ham bor. Mana bu proyekt olguncha endi biz mana GitLabda account yaratamiz hozir. Account yo'qlar, ya'ni profil yo'qlar. GitLabga kirib, gitlab.comga kirib, o'zingizning profilingizni yaratib olinglar. Davom etamiz. Qotib qoldimi? Siz yolda yangi o'chib tashlaysizmi shu? Bizga ko'rsatgansiz. Ha, yo, o'sha profilni ishlatavering. Faqat menga username kerak xolos. Ha, siz ham yengitdan oching. Bu yangi guruh-ku. Endi o'zingiz adashtirib yuborasiz-da, u darslar bilan bu darslar. Yangi yaratib olinglar. Mana ro'yxatdan o'tganinglardan keyin endi mana bu sizlarda proyektlar bo'lmaydi. Mana bu yerda create new project xuddi shunga o'xshash bir xabarlar turadi. Ha, username'ni o'zim so'rayman hozir. Shuni aytasizlar.
한 번에 들어와. 아, 그러니까 알았어. Foydalanuvchiga jastin qo'yildi. Endi o'tyapman. Jastin qo'yildi. Foydalanuvchi ismingiz Ozodbek? Ha. Ha, o'sha. Bo'ldi-mi? Shu to'liq qolgan hozir birdaniga to'lib qoladi.
React proyekt GitLab account yaratganinglardan keyin mana bu yerda odatda hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni projectlar degan joyi no projects holatda bo'ladi. Yangi proyekt yaratish uchun mana bu new projectni bosamiz. Sizlar hozir bosmanglar-da, faqat kuzatib turinglar qanaqa qilinishligini. Uyda videoni ko'rib, keyin bajarib kelasizlar. New project ustiga bosaman. Ya'ni bu yerda endi yangi proyekt yaratib olishim kerak. Mana 4 ta blankasi mavjud. Ya'ni 4 kategoriya create blank project. Ya'ni sen o'zing noldan proyekt ko'tarmoqchi bo'lsang, mana shuni tanla demoqchi. Agarda biror bir template orqali ishlaydigan bo'lsang, bunisini tanla. Agar bor proyektni import qilib o'zgartirib ishlamoqchi bo'lsang, ya'ni bor proyektni GitLabdagi bor proyektni olasiz, o'shani o'zgartirib ketasiz. Yangi proyekt sifatida. Buni tanlash kerak va mana bu externalda umuman bir boshqa misol uchun Bitbucket yoki GitHub bo'ladi. Ana o'shanga o'xshagan, mana bunda GitHub, Bitbucketdagi proyektlarni olishingiz mumkin. Mana bu yerda bo'lsa, umuman bir boshqa serverlarda turgan proyektlarni, hali GitHub ham emas, Bitbucket ham emas bo'lgan proyektlarni ishlashingiz mumkin. Odatda doimo mana shu birinchi variant tanlanadi. Ya'ni yangi proyekt sajt qilinadi. Bosamiz va bu yerda so'rayapti proyektning nomi. React practice app React e-commerce deylik. E-commerce doğru yazdım. E-commerce. İkide C bo'lardi shekilli. E-commerce React e-commerce practice app shunaqa nomda nomladim va proyektni URL. Agar mana shu URL orqali siz proyektni qabul qilib olishingiz mumkin. Faqat to'g'ridan-to'g'ri qabul qila olmaysiz, uni ham bosqichlari bor. Va description tavsif qanaqadir shu proyekt haqida izoh qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Visibility label bu proyekt kimlarga ko'rinsin yoki kimlarga ko'rinmasin, shu narsani belgilash mumkin. Mana bu yerda bu proyektni holatini private qilamiz, faqatgina biza ruxsat bergan insonlargina bu proyektdan foydalanadi. Qolganlar foydalana olmaydi. To'g'ridan-to'g'ri. Va mana initialize ni bosib qo'yadigan bo'lsanglar, odatda misol uchun elektron pochta manzilini kirit, username-ni kirit degan shunaqangi yana bir qo'shimcha bosqichlari bor. O'sha narsani rushnoy qilib o'tirmaysizda, bu o'zi qilib ketadi GitLab. O'zi shakllantirib ketadi va readmd fayl yaratadi. Bu proyekt o'zi nima ekanligi haqida informatsiya ham beradi. Shu readmd fayl. Create project bosamiz. Bo'ldi, shu bilan proyekt yaratildi hozir. Faqat hozir menda pustoy papka bor. Bu pustoy papkani men klon qilib olishim kerak, ya'ni chaqirib olishim kerak. Mana bu yerda klon nomli qismi bor. Endi men hozir bu proyektga sizlarni qo'shaman, faqatgina proyektni sizlar to'g'ridan-to'g'ri ola olmaysizlar, proyektga egalik qila olmaysizlar. Yangi GitLab account yaratganlar SSH kalit olish kerak. Ya'ni bu nima degani? GitLabni o'ziga dastur beradigan, ruxsat beradigan sizni kompyuteringizga kalit o'rnatish kerak. Ya'ni siz o'zingiz kompyuteringizda kod terasiz, GitLabni mana shu manzilidan shu proyektni olmoqchiman degan buyruqni bersangiz, birinchi navbatda to'g'ridan-to'g'ri olishdan oldin o'sha GitLabni o'zi yozayotgan komandangiz o'zi kaliting bormi deb so'raydi kompyuteringizdan. Agar siz o'sha kalitni olgan bo'lsangiz, keyin sizga ruxsat beradi proyektni yuklab olishingizga. Agar o'sha kalit sizning Windows'ingizda bo'lmaydigan bo'lsa yoki Mac, endi Mac yo'q hozir bu yerda, agar Mac'ingizda bo'lmaydigan bo'lsa, sizga umuman ruxsat bermaydi proyektdan foydalanishga. Ya'ni tushunasizlarmi? Proyektga qo'shilib qolganingiz bilan kalitingiz bo'lmasa foydasi yo'q. U kalitni faqat bir marta generatsiya qilinadi. Bir marta generatsiya qildingiz, qayta Windows qilgunizcha bemalol sizga yetadi o'sha kalit ishlatib yurishga. Menda hozir kalit bor, hammasi joyida. Men bu yerda copy URL ni shunday bosaman. Mana copy URL. Menimcha klon qilishdan oldin bu proyekt oxirigacha yaratib olishni kutsam yaxshiroq bo'ladi. Men anaqa shu proyektga qo'shib tura qolaman sizlarni. Members qismiga o'tamiz.
Hop. Birinchi borlarni oldin o'qiganlarni qo'shib olamiz, chunki ularni qo'shish tezroq bo'ladi. G64. Hop, Abdulloh Shotdi. Shu akkaunt ishlatyapsizmi? Mana bu joyda proyektimizni misol uchun hozir mana bu holatda turgan edi. Chap tarafiga qaramam deb pastga tushsanglar members degan joyi bor. O'sha membersga shunda kirasizlar va search for member to update or invite. Ya'ni biron bir insonni qo'shmoqchi bo'lsang, username'ini, GitLab'dagi username'ini login name ham deb ataladi yoki email adresini kiriting. Men hozir username'ini oldim. Mana Abdulloh chiqib keldi. Qo'shamiz. Hop. Abdurahmon bor. Hammasini birdaniga hamma odamlarni birdaniga qo'shsangiz bo'ladi. Javohir yo'q. Conal Shaun kim? Yo'qmi? Imrohim yo'q. Jasur bor. Kamola bor bu yoqda. Rizoqt yo'q, Muhammad yo'q-a? Yo'q. Murod bor. Nodir yo'q, Otabek yo'q. Upgrade sizmi? Begzod Zayniddinov. Yo'q, Zayniddinov emas. Begzod yo'q. Og'abek yo'q. Kim qolib ketdi yana? G64 dan. Hamma bo'ldi. Azbek Yunus yo'q-a? Boymat shu yerda. Erali mana shu akkaunt ishlatyapsizmi? Azbek Sultonqul kelmadi. Siz username'ingiz nima? Ozodbek Telekarolay. Bundan? Ozodbek Telekarolay. Sizga nima username'ingiz? Jasur. Qo'shib yozladim. Sizniki?
21.918. Figma. Decision. Figma? Ha, işte. Figma. Decision. Ana. Mash. Cuma kanka boş boş. Azında rahmet. Mash. Nima username'ingiz? Volt 2026. Mok? Volt 2026. Katta harfinden dersi. Boş. Keyin T mi? Bobur To'chiyev. Sizniki nima? Fazliddin ismingiz? Hozir. Hozir. Ben de hozir account ochishni bilmayman. Sen ochganman. Hozir ko'ramiz unda. Sizniki nima? Nizomiddinovmi? Javohir. Aha. Toshmurodov, a? Alixon sizlarda-chi? Ha. Wolf ismida nima edi? Halilloh sizda-chi? Qachon Sizda bor edi-ku o'zi. bor edi, men hozir ana qaro esimni ham chiqib qoldi. Bekzod, siz qo'shildingizmi? Bekzod aka. Qo'shib yoziladimi? Kerak. Bekzod Mirkamolov. Tepadagisi.
Nima ishlayapti? Mana Halillar bo'ldimi sizlarda? Hammani qo'shib bo'ldik. Choose a role permission. Ya'ni bu yoqda o'sha qanaqa rol bermoqchisiz, qanaqa roldagi ruxsat bermoqchisiz degan so'rov turibdi. Bu yoqda tanlashingiz mumkin. 4 xil toifa: guest, reporter, developer and maintainer. To'ralasini o'zlari farqi bor. 4 ta rol. Ya'ni bu yerda siz o'sha proyektni hozir mana shu holatida proyektning egasi bo'lib turibman-da. Ya'ni bu deganim qo'shayotgan odamlarimga xohlaganimcha rol berishi mumkin. Ya'ni u proyektni shunchaki faqat ko'rib chiqib ketishi mumkin, ko'rib kodiga egalik qila olmaydi, ko'radi, bo'ldi, chiqib ketadi. Yoki bo'lmasam qanaqadir report qoldirishi mumkin, xabarlar qoldirishi mumkin-da, ya'ni nima deydi? Mana shu proyektni shu qismida kodda chalaligi bor yoki shu qismini user uchun chiqilish kerak edi yoki mana bu dastur chiqilish kerak edi degan o'zini reportlarini, xabarlarni qoldirib ketadi. Developer darajasi bo'lsa, bular kodga egalik qila oladi. Ya'ni siz kodni olishingiz mumkin bo'ladi va kodga o'zgarish qilib, yana qaytarib yuklab yuborasiz. Faqatgina o'sha siz qaytarib yuklab yuborgan kodni men qo'shishligim uchun, ya'ni o'zi proyektingiz qo'shilishligi uchun men ruxsat berishim kerak. Agar qachonki men ruxsat bersamgina, keyin yozgan kodlaringiz ishga tushadi. Haqiqiy proyektda ko'rinadi, asl proyektda ko'rinadi. Boshqa paytlarda esa ko'rinmaydi. Ya'ni bu yerda GitLabda ishlash holatini bir daraxtga qiyoslasanglar bo'ladi. Daraxtning asosiy o'zagi bor, shoxlari esa developerlar. Ya'ni hamma o'sha shoxlardan turib asosiy o'zakka bog'lanadi. Faqatgina bog'langandan ham daraxtni bitta asosidan o'zagidan birdaniga ikkita shox chiqib qolmaydi. Endi shunaqa holat tabiatda bo'ladi, lekin bizning holatimizda unaqa bo'lmaydi. Ya'ni bu degani ikkita odam bitta joyda ishlamaydi. Bitta joyda ishlasa ham faqat navbat-navbatdan ishlaydi. Yoki o'sha konfliktlarni o'zaro kelishib olish mumkin. Xatoliklar chiqib qolsa, kimdir kodini baribir o'chiriladi-da. Ikkita kod bir vaqtda turmaydi bitta joyda. Doim bitta kod turadi. Maintainer darajasi bu proyektni egalik qila oladigan odam. Bu odam xohlasa kimdir bu proyektdan chiqarib yuborishi mumkin, qaysidir dasturchini yoki yangi bir dasturchini bu proyektga qo'shishi mumkin. Maintainerga shunaqa imkoniyat beriladi. Va proyektni o'chirib yuborishi ham mumkin bo'ladi. Men hozir hammalarga developer darajasini beraman. Hop, menda qotib qoldi nimagadir. Alohida bersiz bo'ladi va birdaniga mana bunday holatda berib yuborasiz. Ha, birinchisidagi faqat kodni ko'radi bo'ldi. Shunaqa proyekt borligini biladi bo'ldi. Yopib turadi, klon qila olmaydi. Siz developer darajasida boshqa odamlarni ham ko'rishingiz mumkin-da.
Ya'ni kimlar bu proyektda ishlayapti, shu narsani bilsangiz bo'ladi. Reportyorlar yoki oddiy guestlar, mehmonlar ular ko'ra olmaydi. Bu proyektda kimlar bor o'zi yoki proyektning kodi qanaqa, u narsaga egalik qila olmaydi. Va expiration date. Bu yerda kimgadir qanchadir vaqt uchun kunni belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni limit qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Yangi dasturchi oldingiz, u dasturchining 3 kunlik ishi bor. O'sha 3 kunlik ishini, misol uchun 4-sanani yoki 3-sanani belgilab qo'yasiz, o'sha muddatgacha ishini qiladi, qilsa qildi. Bo'lmasa u chiqib ketadi. 4-sanani belgiladimi, 4-sanada u chiqib ketadi o'sha dasturchi. Bu proyektga qatnasha olmay qoladi. Buni expiration date ni belgilamayman va hammani invite qilaman. Taklif qilaman proyektga. Hamma chiqib ketib qoladi unda. Sulton qo'sh o'tdami deysiz? Mana hamma qo'shildi. Hop. Telegramdan tashlamadingizmi? Tashlayman hozir. Tamam, tashlay qoling. Ko'rindimi sizlarda proyekt? GitLab ilarga kirsanglar ko'rinadi. Logon ustiga bosib turib, sahifani reload qilsanglar, mana hamma qo'shildi. Hozir videoyimizda uzilish bo'ladi. Mana proyektni, ya'ni men React'dagi proyektni hozir GitLabga tashlab qo'ymoqchiman-da. GitLabga tashlab qo'yib turib, keyin sizlarda, ya'ni endi qo'shilayotgan, endi GitLab bilan ishlayotganlarda qanaqa qilib olish mumkinligini ko'rsatmoqchiman. O'sha paytda hozir video uzilish bo'lib qoladi, boshqa bir odamning kompyuterida ko'rsataman o'sha narsani. Yoki bo'lmasam, bundoq qila qolaylik. Siz kompyuteringizga usernamingizni ayting-da. Telegramda. Ozod NX. Ozod NX. Az programma tashlayman, o'shani o'rnatib tursangiz. Mana 601 megabaytli programma. Faqat amanda yurib ketdim endi. Hozir. Mana bunda X chiqib ketib qolmadinglarmi ish qilib? Yo'q. Tursin, oxirga yetib olguncha. Oxirda proyektni olib bo'lganidan keyin happy hacking degan xabar chiqadi. Agar shu xabar chiqsa, proyektni olib bo'lgan bo'lasizlar.
Hozir menda ham bo'lsin. Xabaringlar bor, martdan nasib bo'lsa yangi joyga ko'chamiz. Bekentda o'sha yerga yozilsanglar bo'ladi. Qattiq. Chorsini men borib ko'rmadim. Yo'q. Juda ham katta zdaniya. 3000 metr kvadrat, 3 etaj. Agar biznes rejalar bo'lsa, bir ishda anaqa do'konlar ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bilmayman qattaligini, lekin Chorsudaligini bilaman. Katta oilavizdanyami? Lada bor. Yonida. Birinchi etajda. Ha, bo'ldi. Birinchi. Mana shunda versiya yongan. Ha, o'sha. Nariroq. Happy hacking. Mana xabar chiqsa, React bo'yicha, Reactni proyektini yaratib olgan bo'lasizlar. Bu yerda qanaqa qilib ishga tushirish mumkin? Hammasi mana berib borilgan. Bularni o'zimiz yozib ko'ramiz hozir. Mana. Hop, men buni X qilamanda, endi mana shu proyektni hozir menda bu proyekt bor. Men uni ishga tushirib ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana proyekt. Buning ichida node modules, public source bir nechta fayllari bor. Bularni buffercha tushuntirib beraman. Undan oldin ishga tushirib olay. Ishga tushirish juda ham oson. Hop,
My React app'ni ichkarisiga kirasizda, mana bu yerga kirib olasiz. Yana shiftni bosib, ishkan o'ng tarafini bossangiz, bu yerda endi yana o'sha PowerShell'da ochish degan joy bor yoki komanda stroykada ochish. Shuni bosamizda, hop. Endi klon qilasizlar. Mana shu yerda ishga tushiraman. Ishga tushirish komandasi juda ham oddiy, npm start va enterni bosamiz. Boyagi joyni o'zida qilsangiz. Yo'q, endi boyagi joyda qilsangiz ham bo'ladi. Faqat ichkariga kirib olishingiz kerak-da. My React app degan papkani ichiga kirib olishingiz kerak. cd joy tashlab My React app desangiz ichkariga kiradi. O'sha joyda. Hozir ishga tushiradi server tomonini. Ya'ni bu yerda front-end o'zida ham server tushunchasi bor-da, mana. Mana bu narsa chiqadi. Ishga tushgandan keyin compile successfully bu komanda. npm startni bosganingizdan keyin avtomatik tarzda ixtiyoriy sizlarning default brauzeringlar, ya'ni doimiy ishga tushiradigan brauzeringlarni, masalan Chrome bo'lishi mumkin, Opera bo'lishi mumkin yoki boshqa bir brauzer o'shanda ochib beradi proyektni. O'zi ochib beradi. Bu proyekt hozir 3000-portda ishga tushib turibdi. Ya'ni run bo'lib turibdi 3000-portda. Mana. Bu local host, ya'ni local host degani siz o'zingiz kompyuteringizdan biror bir proyektni ishga tushiradigan bo'lsangiz, bu lokalniy host ishga tushgan bo'ladi. Siz boshqa bir odamni, misol uchun nima deydi, ishlab turgan proyektga kirmoqchi bo'lsangiz, mana buni yozsangiz, mana bu manzilni yozadigan bo'lsangiz, mana shu adres va mana shu protokol 3000-port HTTP protokoli 3000-portda bo'lish ishga tushib turibdi. Faqat shu odamni proyektga kirishingiz uchun, ko'rishingiz uchun bitta Wi-Fi da bo'lishingiz kerak. Ya'ni bitta tarmoqda bo'lishingiz kerak. Ana o'sha paytda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni juda ham yaxshi taraf shundaki, mana bu URL manzil orqali misol uchun kompyuteringizda qilayotgan ishingizni ko'rib turishingiz mumkin. Boshqa odamlarning telefonida yoki kompyuterida yoki mana bu orqali ko'rishingiz mumkin. Local host termisiz, boshqa odamning telefonida ko'rayotganda yoki kompyuterda ko'rayotganda mana bu manzilni ko'rsatasiz. Shu orqali ko'rib olish mumkin bo'ladi. Ishga tushganlar bormi? Proyekt ishga tushganlar? Endi odatda React bunaqa ko'rinishda bo'lmaydi. Misol uchun, ya'ni ko'rinishda bo'lmaydi degani, mana bunaqangi animatsiyalar, pastdagi mana bu yozuvlarni bu Reactni dasturchilari, ya'ni o'sha Reactni support qiladigan dasturchilar o'zlari qo'shib qo'ygan. O'zi aslida HTML sahifa yaratsangiz oppoq sahifa turadi-yu. React proyekt ham xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat biz mana bu kodlarni o'chirib tashlaymiz. Bizga bunaqa animatsiya yoki bunaqa ko'rinishdagi ma'lumotlar kerak emas. Qiziq emas. Xo'p, agarda mana bu PowerShell yoki komanda stroykani X qilib chiqib ketsanglar, mana X qilib chiqib ketdinglar va endi tekshiramiz, yo'q. Ya'ni ishga tushib turgan proyektni o'chirib qo'yasizlar bu orqali. Agar PowerShelldan yoki komanda stroykadan chiqib ketib qolsanglar. Men hozir atayin o'chirib qo'ydim, chunki GitLab yuklamoqchiman.
sizlar uchun yangi ochgan proyektimga kiraman. React e-commerce practice app va yuqori qismida mana bu yerda clone degan joy bor. Shu yerdan copy URL qilaman. Ya'ni bu yerda shu proyektga egalik qilish mumkin bo'lgan yo'l ko'rsatiladi. Sizlar hozir yozganinglar bilan baribir hozircha foydasi yo'q. React proyektni qo'shgandan keyin yuklasanglar bo'ladi. Mana lessons ichiga shu yerga yangi papka yarataman. Nomi GitLab Apps. GitLab Apps. Shu yerga kirib, mishkan o'ng tarafini bossam, menda mana bu git bash here degan maxsus terminal bor. Bundan tashqari hozir yana bir narsa qo'llab ko'rsak bo'ladi. Hammasi bo'ldi. Boshdan tushuntira qolaman. Proyektni, ya'ni Gitdagi proyektni olishni ikki xil varianti bor. Git bash orqali olish bor va oddiy terminal orqali olish bor. PowerShell bo'lishi mumkin yoki komanda stroyka bo'lishi mumkin. Siz men bu tavsiya qilgan bo'larim Git bash orqali olishni. Git bash orqali olsangiz, bu Gitni o'zini terminalida, Windowsni terminali CMD-ku, qora oyna. Gitbashni GitLab'da o'zini terminali Gitbash bo'ladi. Shuning uchun qanaqadir bir supportlari, qo'shimcha imkoniyatlari bor sizga. Gitbash orqali olaman buni. Gitbash here. Bor proyektni, ya'ni o'zingiz qo'shilgan proyektni olish jarayoni git clone va o'sha clone qilib olgan, kopiya qilib olgan manzilingiz. Mana clone, mana bunda bossangiz copy URL, manzilni kopiya qilib oladi. Va enterni bosishim mumkin. Bu Gitbashda olish edi. Terminalda olish ham xuddi shu bilan bir xil. Terminalni yoki PowerShellni ochasizda git clone va o'shani kopiya qilib olgan manzilingizni kiritib qo'yasiz. Enterni bosasiz, sizga proyektni yuklab oladi. Men hozir mana bu yerda Gitbash orqali olaman shuni. Enterni bosaman. Ozroq kutib turishim kerak. Bo'ldi mana. Proyektni olib bo'ldi. 100% done. Faqat bu yerda mana React e-commerce practice app papkasini ichiga kirsam, bitta readmd fayli bor xolos. Boshqa narsa yo'q. Chunki bunaqa holatda bo'lishi tabiiy edi. Biz boshida GitLab'da proyekt yaratayotganda pustoy proyekt yaratamiz deb tanladik. O'sha kategoriyani tanladik. Buning natijasida faqat papkani nomi bo'lishi mumkin va shu papka nima haqida ekanligida, ya'ni nima ekanligini bildirib turadigan readmd fayli bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Endi mana bu yerdagi mana men hozir yaratgan proyektimni mana shuni shundoqligicha barcha kodlarini Ctrl X bilan olib GitLab Apps ni ichiga kirib mana bu tashlab qo'yaman. Ctrl V. Va hamda replace the file in the destination degan xabar chiqdi. React'ni o'zini readmd fayli bor. Bundan tashqari biz GitLab orqali yaratgan proyektimizda ham readmd fayli bo'ldi. Ya'ni bu yerda so'rayaptiki, o'sha replace qilib yuboraymi deb. Ha, ya'ni birlashtirib yubor. Bo'ldi. Readmd faylimiz bor. Mana React e-commerce practice app. Endi mana shu proyektni web store'imda ochaman. Ya'ni web store orqali GitLab'ga qaytarib yuklab qo'yaman. Hozir qilgan ishim tushunyapsizlarmi? GitLab'dan pustoy papkani oldimda, ichiga narsalarni joylab, yana qaytarib serverga yuklab qo'ymoqchiman. Qaytarib yubormoqchiman. Men ichkarisiga joylab bo'ldim, hali qaytarib yuborganim yo'q. Ya'ni GitLab'ni serveriga qaytarib berishim kerak. Ya'ni React proyekt ketish kerak. Buning uchun bu ishlarni amalga oshirish web store'imda juda ham oson. Gitbashda ham bajarsa bo'ladi uni. Terminalda sonda bosib, mana Gitbashni ochib, mana bu yerga o'zining komandalari bor, o'sha orqali yozishimiz ham mumkin. Bu ham qiyin emas. Lekin web store'imda ancha oson, undan ham ko'ra oson. Open React practice lessons GitLab apps. Mana men buni OK ni bosaman. Hozir menga ochib beradi web store'im. Web store'im VS Code ishlatganlar bor. Hamma biladi. Endi VS Code'da ham
Misol uchun biron bir proyektni GitLabga yuborishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyati bor VS Code'ning ham. Mana proyektlarni hammasi chiqib turibdi. Faqat men bitta git ignore birinchi bo'lib git ignore faylga e'tibor beraman. Git ignore faylda bu yerda bizda hozir men bu proyektimizni ko'rsataman sizlarga qancha joy egallaganligini. Mana kompyuterimizning xotirasidan mana hozir hisoblayapti. Size on disk, ya'ni kompyuterning o'zini diskdagi xotirasi 199 MB, fayllarga nisbatan yuklanish kerak bo'lgan fayllarga nisbatan esa 156 MB. Ya'ni GitLabga agar hozir yuklaydigan bo'lsam, shuni 156 MB proyekt yuklanishini kutib turishim kerak. Bu nimaga bunaqa bo'ladi? Men bu aytdim-ku, React'ni o'zini serveri bor. Ya'ni o'sha serveri haqiqiy React'ni ta'minlab turadi. Ishga tushishini motorida u. Motori shuncha joy egallab turibdi hozir. O'sha motorning o'zining o'lchamini ko'rsanglar, aynan mana shu o'lcham. Ya'ni 156 MB faqat mana shunga ketyapti xolos. Buni boshqa fayllarga bunaqangi katta joy sarflanmaydi. Demak, nima qilish kerak? Motorni olib qolish kerak. Motorni har kim o'zi hosil qilib var. Internetdan yuklab olsangiz bo'ladi o'sha Node Modules serverini. O'zingiz yuklab olsangiz bo'ladi. Men o'sha narsani olib qolaman. Git ignore fayliga kiradigan bo'lsam web store'imda ignore degan nima? Chetlab o'tish yoki ahamiyat bermaslik. Ya'ni bu yerda ignore qiladi Node Modules papkasini, PNP faylini va PNP.js fayllarini. Mana shu 3 ta ko'rinishdagi fayllarni ignore qilib yuboradi. Bundan tashqari o'zingiz qo'shishingiz mumkin, bundoq qo'yishingiz mumkin. My images. Ya'ni my images deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, men bu yerda mana bu papkalarni tarkibida, mana men hozir Node Modules bor. Node Modulesni ignore qilib yubordi. Ya'ni bu papka yuklanmasin degan ma'lumot turibdi bu yerda. Agar my images degan papka bo'ladigan bo'lsa, buni ham yuklamaydi. Tushunyapsizlar? Bu proyekt faqat sizning web store'ingizda yoki sizning kompyuteringizda bor, GitLabning asosiy serverida mavjud emas. Yo'q bo'lib qoladi bu papka. Shunaqa qilib cheklashingiz mumkin. Biz endi faqat hozir bu yerda bitta papkani cheklab qo'yishimiz kerak. Mana bu idea papkasini. Bu idea papkasi har kimni kompyuterida o'zi alohida yaratiladi. Chunki bu idea papkasini alohida yaratilishining sababi hammani kod yozish stili har xil va hamma turli xil web store'ning variantlarini ishlatadi. Kompyuteri har xil. Xullas, web store'da har kim boshqacha ishlaydi. Shuning uchun bu papka har safar har xil so'zlat bo'ladi. Agar men qo'shib yuborsam, mana bir nima deyman, web store'imda ishlaydigan nima deydi? Web store muhitida ishlaydigan fayllarim sizlarga ham ketib qoladi. O'sha narsani qaytarib qolishim kerak. Nuqta idea. Mana ignore qildik. Bitta save git. Hammasi bo'ldi joyida. Endi men GitLab yuklaydigan holatga keldim. Men buni ustiga bosib turib git va pastda mana bu yerda add degan joy bor. Sizlarda mana bu o'zida chiqib qoladi git add degan narsa. Agar web store varianti boshqacha bo'lsa yoki Ctrl Alt A ni bossanglar ham shu GitLab yuklamoqchi bo'lgan barcha fayllaringiz, papkalaringizni ro'yxatini ko'rib chiqadi web store. Ya'ni nimani yuklash kerak, serverga, asosiy serverga, ya'ni sizlar foydalanish olishinglar uchun nimalar yuklash kerakligini hammasini bu listini, ro'yxatini hosil qiladi. Bosamiz, mana. Hozir hammasini ko'rib chiqyapti. Ko'rib chiqib bo'ldi. Ko'rib chiqqandan keyin ro'yxat shakllangandan keyin mana yashil holatga kelib qoladi fayllar. Endi mana bu joyi juda ham kerakli joy. Commit. Bu nima haqida gaplashdik? Agarda proyektingiz o'chib ketmasligini xohlasangiz, izoh qoldiring. Ya'ni men bu yerda izoh qoldirishim kerak. Chunki men bilmayman, agar kimgadir bilmagan holda ichinglardan birontanglarga maintainer, ya'ni master rolini berib qo'ysam, kerak bo'lsa proyektni o'zini o'chirib yuborish mumkin. Bo'ldi, proyekt ketib qoldi. Endi hozir qaytarib olsam bo'ladi. Agar katta proyektlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham bir ko'p bir 2 yil 3 yillik proyekt bo'ladigan bo'lsa, buni qaytarib olish jarayoni juda ham murakkab kechadi. Ko'p vaqtni sarflab qo'yadi. Shuning uchun tushunarli qilib izoh qoldiraman. Misol uchun project is created.
Shunaqa izoh qoldirdim va izohni saqlayman. Performing code analysis. Analiz qilib chiqyapti kodlarimizni, izohni qoldir. Odatda mana bu yerda GitLabni o'zi web store'ni o'zi so'raydi, shu Gitda har bitta qo'shgan papkani yoki har bitta qo'shgan fayllaringni Git serverga qo'shmoqchi bo'lgan fayllar yoki papkalar ro'yxatiga qo'shib qo'yaymi deb so'raydi-da. Shu narsani unda bosib qo'ysanglar, o'zi avtomatik qo'shib ketaveradi, ro'yxat shakllantirib ketaveradi. Projektga o'tib, qilmoqchi, ya'ni qo'shmoqchi bo'lgan fayllarimga izoh qoldirdim. Git endi mana push jarayoniga kelaman. Ya'ni push jarayoni bu yerda sizlar ko'ra olishinglar uchun push nima surib yuborishda, ya'ni berib yuborish. Ha? Yo'q, hozir bitta buni tanlash shart emas. Add qilayotgan paytda tanlashingiz kerak. Lekin push qilayotgan paytda izohingiz bor-ku. Izohingizda hamma fayllar ro'yxatini shakllantirib olgan, o'shanda ko'raveradi o'zi. Pushni bosamiz. Pushni bosganimizda mana project is created degan nima turibdi? Izohimiz turibdi. Bu yerda mana hamma men qo'shmoqchi bo'lgan papkalar ro'yxati shakllangan. Public, source, slint case. Bular hammasini men tushuntirib beraman keyingi darsga. Nimalar ekanligini. Va React proyektimizda hammasi ro'yxat hosil qilindi. Pushni bosishdan oldin doimo OCL'dan chiqarmanglar. Qat kishga borasizlar, nima ish qilasizlar, qaysi firmada ishlaysizlar. Albatta asosiy proyektni qo'shishdan oldin mana bu pul qilishni esdan chiqarmanglar. Ya'ni pul qilish jarayoni bu proyektni eng oxirgi variantini yuklab olish. Chunki siz bilmaysiz, siz qilmoqchi bo'lgan ishni qaysi bir dasturchi 2 soat oldin qilib qo'ygani yoki 2 minut oldin qilib qo'ygandir. Siz yana qayta qilib yurmang yoki o'rtada anaqa konflikt chiqib qolmasin. Shuning uchun pulni bosish kerak. Men hozir pulni bosmayman, chunki hech kim bu proyekt ustida ish qilmadi hali. Pushni bosaman. Push va endi kutib turaman mana bu yerda. Push it one commit to master. Masterga proyektni yuklab yubordim. Ya'ni asosiy serverga bordi demoqchi. Reload qilamiz. Mana bundan oldin hech narsa yo'q edi shu yerda. Mana hozir endi sizlar ko'rishinglar mumkin. Qarasanglar, mana bu GitLab proyekt hazil bo'lib qoldi. Mana hosil bo'ldi. Endigi men hozir o'zim ishimni bajarib bo'ldim. GitLabda serverni ko'tardim, proyekt ko'tardim, Reactda proyektni ishga tushirib, men uni qo'shib qo'ydim. Endi sizlarning vazifanglar mana shu proyektni yuklab olish, chaqirib olishinglar kerak. Buning uchun o'rnatdingizmi? Programmani